Muhammad ibn Hasan rahimahulloh kiyimlari ba'zan kir bo'lib ketar, lekin uni yechib tozalashlikka ilm bilan mashg'ul bo'lganliklaridan vaqt topa olmasdilar. Jaa fi kitabi Manaqib Abi Hanifa lil-Kardari في باب مناقب الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة المولود سنة 132 المتوفى سنة 189 رحمه الله تعالى عن محمد بن سلمة قال إن محمد بن الحسن كان جزأ الليل 3 أجزاء. Kechani 3 qismga bo'lib olgan ekanlar. Bir qismida uxlar, bir qismida namoz o'qir va bir qismida dars qilardilar. وبلغ شغله بالعلم أنه كان يتوسخ لباسه وهو اللباس المتجمل. Aslida chiroyli kiyim kiyib yuradigan odam bo'lgan ekanlar Muhammad Hasan Shaybani. Ya'ni o'zlariga qarab yuradigan bo'lgan ekanlar, lekin ilmga shu darajada mashg'ul bo'lib ketganlaridan, ya'ni birinchi o'ringa muhabbatlari ilmga bo'lgan ekan, ya'ni kiyimga emas. Shunda hattoki uni yechib tozalashlikka vaqt ham bo'lmas ekan. Wala yatafarraghu li naz'ihi hatta yu'ta bi thawbin ghayruhu fayalbasu wa yanzi'. Va kana hatto o'zingiz kelib, kimdir ayollarimi kimdir kelib turib ularga kiyimingiz yechim ham yangi kiyim kiyib oling demagunlaricha o'zlarini hech vaqtlari topa olmas ekanlar. Vaqtlari bo'lmas ekan. Va kana la yanamu bil-layl faqila lahu lima la tanam qala kayfa anamu wa qad namat uyunul muslimin tawakkulan alayna. Ya Alloh qaranglar. Mana shu haqiqiy mas'uliyat his qilishda, ya'ni nima uchun kechasi uxlamaysiz? Kechalaringiz bo'lib oldingiz. Bir qismini namoz, bir qismi ilm o'qish, bir qismini Qur'on o'qishlik. Bu nimaga bu uxlamaysiz deganlarda qanday uxlaymanki, musulmonlar barchasi hozir bizga tavakkal qilgan holda, bizga suyangan holatda uxlamoqdalar. Ya'ni aytishyaptiki, u musulmonlar nima deyshadi? Agar bizga biror ish bo'lib qoladigan bo'lsa, biz o'sha ulamolarga ko'taramiz. Ular bizga o'sha masalalarni aytib beradilar. Agar men uxlaydigan bo'lsam, bu dinni zoya bo'lishligi-ku degan ekanlar. Qaranglar, ulamolar qanday mas'uliyat his qilishgan. Ya'ni tolibi ilm xuddi shu mas'uliyatni his qilishimiz kerak biz ham. Shoshilam har dangasalashib boshqa qilib shayton bir nozik joyimizdan kelgan vaqtida mana shu omonatni his qilishimiz kerak. Bu oddiy bir hunarmand bo'lib qolsin, oddiy bir o'qib bersin deb yubormaydi-ku biz ota-onamiz. O'zimizdan nima uchun ilm talab qilamiz? Biz o'sha adab talab va boshqa darslarimizda ham ko'p aytdikki, inson o'zidan avvalambor jaholatni ko'tarishlik uchun o'rganadi ilmni va birovlardan jaholatni ko'tarish uchun o'rganadi dedik. İnsanlar albatta juda ham olimlarga muhtoj bo'ladi. Dinini o'rgatadigan insonlarga juda ham muhtoj. Buni ko'rib turibmiz. To'g'rimi? Tijorat ishlaridagi qanchalik halol haromga e'tiborsizlikni ko'ryapmiz, to'g'rimi? To'g'ri, boshqa sohalarda ham zaiflik bor, xosatan agar o'zimizda davlatda gapiradigan bo'lsak. Lekin hamma muammolarni kelib chiqadigan ildizi insonni dinini bilmasligidan bo'ladi-da. Dinini bilsa, musulmonlar qanaqa insonlar ekanligini, qanday ulug' zotlar bo'lganligini, ulamolarimiz, oldingi ajdodlarimiz islomda qanchalik dunyoga xizmat qilib qo'yganliklarini, qaysi har bir sohada qilganliklarini o'rganib ko'rgan insongina dinini o'rganib, o'shanda nima qiladi? Rag'batlanadi va o'rganadi o'shani o'zini tutgan yo'lini. To'g'rimi? Hozir bizni ilmimizni g'arb olib o'zligisi ishlatishyapti va biz bo'lsa ularga intilishlikda davom etamiz haligacha. Vaholanki izzat bizda edi aslida.